Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali eng so'nggi futbol yangiliklarini yetkazishda davom etadi. Jahon chempionati o'yinlarining dastlabki tur o'yinlari boshlanib ketdi. Birinchi turning ko'zga ko'rinarli o'yinlari bugun bo'lib o'tdi. Bugun tunda dastavval qit'adoshlarimiz Qatar terma jamoasi Shveysariyaga qarshi bahs olib bordi va 90 daqiqa himoyalanib, so'nggi daqiqalarda Shveysariya darvozasiga gol urib, sensatsion tarzda durang ochkoga erishdi. Kunning eng markaziy o'yinida Braziliya terma jamoasi dindoshlarimizdan iborat Marokash terma jamoasiga qarshi bahs olib bordi. O'yinda hisobni Marokash terma jamoasi ochdi, ammo oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Vinicius oradagi farqni tikladi va o'yin 1-1 hisobi bilan yakunlandi. Tongi bahslarda esa Gaiti nominal mezbon sifatida Shotlandiyaga qarshi maydonga chiqdi va 1 gol farqi bilan yutqazdi. Gaiti Shotlandiya 0-1. Turkiy davlatlardan yagona sherigimiz sifatida jahon chempionatida qatnashayotgan Turkiya qit'adoshlarimiz Avstraliyaga qarshi maydonga chiqishdi. Arda Güler, Kenan Yildiz, Hakan Chalxanoğlu'dan iborat nomlardan tashkil topgan Turkiya terma jamoasi 90 daqiqa ustunligida o'yinni o'tkazgan bo'lsa-da, kutilmaganda Avstraliyaning bo'ydor himoyachilari oldida ojiz qolishdi. 2-0. Shunday qilib Turkiya endi qolgan 2 turda guruhdan chiqish uchun maksimal tarzda 2 o'yindan 6 ochko olishi kerak bo'ladi. Bugun esa 14-iyundan 15-o'yinga o'tar kechasi yana musobaqaning 4 ta o'yini bo'lib o'tadi. Dastavval bugun tunda 22:00 dan boshlab nemis mashinasi Germaniya terma jamoasi debyutant Curaçao terma jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Soat 01:00 dan boshlab Lolalar yurti terma jamoasi Gollandiya jahon chempionatiga yurishni boshlaydi. Qit'adoshlarimiz Yaponiya bugun Gollandiyaga qarshi maydonga chiqadi. Soat tongi 04:00 dan boshlab Cote d'Ivoire terma jamoasi Ekvadorga qarshi maydonga chiqsa, tongi 6:00 dan boshlab Shvetsiya terma jamoasi Afrika qit'asidagi Tunisga qarshi o'yin bilan yurishini boshlaydi. Jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Siz aynan jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilyapsiz? Albatta O'zbekiston terma jamoasidan tashqari.